Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsizlar. Nasib bo'lsa bu birinchi video, OBSda birinchi marta ishlashim. Bunaqadir kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman. Xo'p, mavzuga o'tsak, asosiy mavzu astral sayohat haqida bo'ladi. Astral sayohatni kimdirlar qanaqadir videolarda, nimadirlarda ko'rgan bo'lishi mumkin. Ayrimlar to'g'ri ma'lumot, ayrimlar esa noto'g'ri ma'lumot o'qigan bo'lishi mumkin. Demak, bugun mana shular hammasiga oydinlik kiritamiz. Fon nimaga bunaqa desanglar, video qo'rqinchliroq, bunaqadir ekzotik bo'lishi uchun shunaqa fon qilingan. Xullas, boshladik. Astral sayohat. Astral sayohat o'zi bu nima? Avvalo mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qaranglar, astral sayohat degani bu insonning ongidagi dunyoga sayohat degani. U qanaqa bo'ladi? Siz o'zingizning xayolotingizdagi dunyoga o'zingiz borib tushasiz. Bunaqa bo'ladi. Astral sayohatda inson hech qanaqasiga tanasidan ruhi ajralib chiqadi degan narsa bo'lmaydi. Ruh faqat inson o'lganda ajralib chiqadi. Ayrim videolarda ko'rdim, astral sayohat vaqtida ruh ajralib chiqadi, nimadirlar kommentiga o'tsa ayrimlar yozib tashlashgan. Ruh keyin qaytib kirmasa nima bo'ladi deb. Yo'q, ruh ajralib chiqmaydi. Ruh tanadan faqat inson o'lganda ajralib chiqadi deyiladi. Bu ongiz ongli ravishda o'ziga dunyo yaratadi. Xuddi bu tush kabi bo'ladi. Faqatgina bu yoqda siz o'zingizni astral dunyoda boshqara olasiz. Astral dunyoda o'zingizni boshqara olasiz degani, siz harakatlanish uchun o'ylasangiz bas. Masalan, uyi burchagiga borishni o'ylasangiz, uyni burchagiga borasiz. Eng qiziq tomoni astral dunyoda siz o'zingizni uxlayotganingizni ham ko'ra olasiz. Tushunyapsizmi? Ongiz sizdan ajralib chiqadi va sizni uxlayotganingizni ko'radi. Bu miyani qaysidir ma'noda majburlash, mediatsiyaga majburlash hisoblanadi. Hozir buni qanaqa qilib astral dunyoga sayohat qilishni o'rgataman va bundan keyin bundagi faktlarni ham o'rgatib ketaman. Qanaqa qilishga odam o'zini uxlayotganini o'zi ko'rishi mumkinligini ham o'rgatib ketaman. Xo'sh, birinchi bo'lib astral dunyoga sayohat qilish uchun ikki holda qorong'uroq joyga, asosan juda yorqin bo'lmasligi kerak. Qorong'uroq joyga yotasiz, hech qanaqa shovqin bezovta qilmaydigan, hech qanaqa odamlar bezovta qilmaydigan. Chuqur nafas olinadi 3 marta. Chuqur nafas olingandan keyin o'zingiz miyangizga o'ylashni boshlaysiz. Har bir nafas olganda men juda yengilman deb, nafas chiqarayotganda tanam og'irlashyapti deb o'ylashni boshlaysiz. Mana shunaqa qilib 1 daqiqa, 1,5, 2 daqiqa davomida nafas olinadi. Nafas olib turilganidan keyin qanaqa bo'ladi? O'zingizni yengillashtirishni boshlaysiz. Boshdan to oyoqqacha masalan. Boshingizni o'ylaysiz. Boshim yengillashyapti deb o'ylab nafas olib, nafas chiqaraverasiz. Keyin ko'zingiz yumuq holatda bo'lishi kerak boshidan oxirigacha. Xuddi shunaqa qilib oyog'ingizgacha shu narsani o'ylaysiz. Bunga kamida 3 daqiqadan 5 daqiqagacha vaqt ketadi. Mana shu narsalarni o'ylagandan keyin siz yana o'zingizni ishontira boshlaysiz. Anaqa qilib ongim ajralib chiqyapti deb o'ylaysiz yokida xayolingizda o'sha ko'zingiz yumuq holatda o'zingiz chuqurlikdan xuddi ipga osilib chiqayotgandek o'ylashni boshlaysiz. Bu ham kamida 5 daqiqa oralig'ida vaqt oladi. Bu vaziyatda sizni hech kim bezovta qilmasligi kerak. Mana shu narsa bo'lgandan keyin tanangizda qanaqadir vibratsiya paydo bo'ladi. Bu vibratsiya nima? Asosan miya tanani boshqara olmay qolishi ham deyiladi qaysidir manbalarda. Xuddi bu qanaqa bo'ladi? Tushingizda qo'rqib uyg'onib ketasiz, qo'rqib uyg'onib ketganingizda harakat qilolmay qotib qoladi tanangiz, bilasizmi? Ayrim vaqtlarda shunaqa bo'ladi ayrim odamlarda. Xuddi shunday vaziyat bu ham astral sayohat ham o'z ong ostingizda o'sha narsani o'ylaysiz. Qarang, siz o'ylayapsiz, tanam holda ongim ajralib chiqyapti deb o'ylab turganingizda miya xuddi shu narsani sizga singdiradi va astral dunyo bu почти tushdagi holat deyapti. O'sha sizni ko'zingizda ongida shu narsa paydo bo'ladi. Ayrim videolarda keltirilgan astral dunyoga tushganingizda jinlar va ajinalar o'rtasidagi parda buziladi. Yo'q, hech qanaqa parda buzilmaydi. Aslida siz agar astral dunyoga tushishdan oldin ko'zingiz yumuq holatda jin va ajinalar haqida o'ylagan bo'lsangiz, hayotingizda u narsalar paydo bo'lib sizni qo'rqitadi. Lekin sizga hech qanaqa na jismonan, na ruhan zarba bera olmaydi ular. Shuni bilib qo'yinglar. Keyin astral dunyoga tushgandan keyin qanaqa qaytishimiz mumkin deyilsa, juda ham oson.
Astral dunyoda qolib ketish mumkin emas. Astral dunyo bu sizni xayolotingiz, bu sizni pastga tushingiz. Unda qolib ketishda iloji yo'q. U astral dunyo bilan siz real dunyoda sizni ongingiz bilan taningiz shunaqa o'sha maxsus ip deylik, ip bilan bog'langan bu narsa hech qachon uzilmaydi. Umuman uzilmaydi ong bilan tanadagi aloqa. Astral dunyoda vaqtingiz siz shunchaki tanaga qaytishni o'ylaysiz va qaytasiz. Bo'ldi. Boshqa hech narsa bo'lmaydi. O'ylaysiz va qaytasiz. Qaytganingizda 15 sekundgacha taningizni qimirlatamay qolishingiz mumkin. Kimlardadir miya juda ham kuchli bo'lsa, vobshe rostdan ham tushida ko'p qo'rqib uyg'onib ketadigan bo'lsa, ular birdan moslashib ketadi. Lekin hali bu narsaga ko'p duch kelmagan odamlar birdaniga uyg'onib ketib qolsa, qotib qolishi mumkin astral dunyoga kelgan vaqtidan keyin. O'sha dunyodagi holat bilan hozirgi o'zi uyg'ongandan keyingi holatini qaysidir ma'noda chalkashtirib yuborishi mumkin, parishon xotir bo'lib qolishi mumkin nechadir soatga. Lekin buni hammasi o'tib ketadi. Buni jiddiy qabul qilmaslik kerak. Astral sayohatga chiqish uchun avvalo ruhan o'zini tayyorlash kerak. Men rostdan qo'rqmayman. Nimalardan qo'rqish haqida o'ylash kerak, o'sha narsalarni yengib o'tish uchun. Astral dunyo bu mediatsiya uchun boriladi. Mediatsiya uchun astral dunyoga qadam qo'yiladi. Mediatsiya nima? O'zingiz qo'rqqan narsalaringizga duch kelish uchun. Tushunyapsizmi? Masalan, siz mashina avariyasidan qo'rqishingiz mumkin, avtohalokatdan. Astral dunyoda shu narsa haqida o'ylab, o'sha narsani ko'z oldingizda paydo qilish. Paydo qilganingizdan keyin o'sha narsaga duh topish, tushunyapsizmi? Masalan, siz balandlikdan sakrashga qo'rqishingiz mumkin. Astral dunyoga tushganingizda ana shu balandlikdan sakrash haqida o'ylasangiz, o'sha muhit sizga paydo bo'ladi. O'shanda sakrab ko'ring, qo'rqmang. Tushunyapsizmi? Astral dunyo hech qanaqasiga insonga ruhan yoki jismonan zarar bermaydi. Psixologik qaysidir ma'noda zarar berishi mumkin. Hadiksirab qolish bo'lishi mumkin. Uyg'ongandan keyin o'sha astral dunyodagi holat ko'zini oldiga kelib, qanaqadir qo'rqinchli holatlar duch kelishi mumkin. Shuning uchun kunduz kuni mana obed mahallada soat tushlikdan keyin ovqat hazm bo'lgandan keyin bo'lmasa ko'ngil aynish holati ham yuzaga kelishi mumkin. Ovqat hazm bo'lgandan keyin 12 da ovqat yesangiz masalan 2,5-3 larda sinab ko'rish tavsiya etiladi. Lekin doimgidek ta'kidlayman, astral dunyoga o'zingizni tayyorman demasdan tavakkalga ko'rmang.